Gittik mi? Aa gittik. Gittik. Hadi git. Biraz daha koyayım. Hemen. Oh beni dağınızı götürelim. Boş piş değil mi? Mehmolarga qarash. Nima bo'lyapti? Aytdim meni kelin kutib qoldi. Tezroq bo'lish. Nima qilyapsizlar? Men uylanyapman. Tezroq qara, ey, nima bo'lyapti? Hop hop hozir biz kontrolmakda biz siyib olaylik. Sishing yo'q. Короче, tezroq bo'l. Hop hop osh pishtirib qarashmaysanlar. Voy. To'ylar muborak. Ey, to'ylar muborak. Ey, to'ylar muborak. To'ylar muborak. To'ylar muborak. Xo'sh, to'yimiz yaxshi bo'lyapti. Ha, yaxshi. Fantalardan ichib o'tiring. Choylardan, nonlardan. Hammalari men ko'rayib qolishing. Ko'zlaringni qisish. Merman men. Hop men qarasam bo'lmaydimi sizga? Suyunchi bermadingiz. Ertadan sovuqlarda to'lamaysanlar. Shu suyunchimi? O'sha suyunchi kerakmi? Yo'q, bildim. Aha, yaxshi. Ana o'rtamiz qani? O'rtog'immi? Menga po'y. Men chaqirmadim. Shaharga jo'natordim, narsalar olib keldi. Mevalarimni olib kelsa uyimga. Ovqatlarni qaranglar, sasib yotibdi. Kim menga burgerni olib qo'ydi? Aslan qara. Senga po'y emasmi? Tepaga qarab burgerni yeyapman. Issiq bo'lib ketdi. Men hozir kelaman. Bitta joyga borib kelishim kerak. Hop. Ay, charchab ketdim. Quyoshim chiqib ketdi. Kirib ketsak-ku. Ketdikmi endi? Ha, ketdik. Voy. Men xotiningiz bilan rasm chizsam bo'ladimi? Sen shunimsan nima deyapsan? O'zingdan ketmagin bola. Hozir urib o'ldirib qo'yaman. Ketdi. Xo'p, mana ketyapman. Qayet. Mana mayit. Kelov. Ha, remont qilmadik. Aha, joyini ichib olaver. Ertaga men shaharga ketaman. Sen ana do'stimdan boshqasiga ishonmang, bo'ptimi? To'g'ri ukamman. Hop. Ertaga ertalab turganda men yo'q bo'laman. Voy. Qani. Meni to'yga ketdim. Maqsad. Xo'sh, sandan ochib. Yegani ham hech narsa yo'q, nimadir qilay. Aytgancha, do'stlar, bu xatda ismimni agar kimlar meni kommentimga kirib, o'zini ismini yozib ketsa, men shu kitobga yozaman, do'stlar. Hali kim? Do'stlar, bu birinchisini ko'rishingizdan meni videoga qaytamiz. Faytlar yig'ishtirib qo'ydim. Nega ham to'layman men o'ziga yurganlar to'y bo'lgan joyda xotinini anaqa g'alati ekan. Bolalar to'qqiz kim ezdi yana
yurganim yo'q. Bu sabzilar nimaga menga yeyishim mumkin emas. Sekin qo'yamiz endi yoshlar. Hop. Hop. Sabzini ko'proq ekamiz, chunki hozirgi paytda sabzi eng qimmat bo'lib qoldi. Olsa kerak. Sabzi bor. Hozir bitta sabzini o'rniga, короче, nima deyapman? Bitta sabzini o'rniga men bu yerda 2 hafta bemalol yashashim mumkin. Bitta sabzi bilan emas. Bitta sabzi emas, bir stak sabziga bir mumkin. Shunday sabzi qopishga tugab qopti, katta shu narsalar bizdan bunday yerda qotib bo'lgan. Cho'rt xotinlar Mer xotinni kiradi. Nima men? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Olib keladi. Mana. Kiyimni qaranglar do'stlar. Kecha yomg'ir yog'di, shunga kechqurun keldi. Men kirib nimaga? Aytlar yig'ishtirib qo'yishim kerak ekan. Hozir pulni olmaysiz. Yo'q, olish mumkin emas. Kreativni. Hozir beraman unda. Hozir mana kreativli o'tdimi sizga? Ha, albatta, rahmat. Xudolar, mana sizlarga kreativ. Bu narsalar menga kerak emas. Okey, ishini qilyapti, bu yerda narsalar. O'zida so'rash, nimadir kerak emas. Ha, sizga nimadir kerak emasmi? Bo'lsa, mana bu taxtasiga. Rahmat, ishingiz qulaylik. Va qishloqlarning o'rnlarida turishlari mumkin. Eshitdilar qishloqlar? Nima deyishadi? Ular men yoqamashadi. Bitta yig'ishtirib yuboramiz do'stlar. Voy do'stlar, kreativlik vaqti ham tugadi do'stlar mana. Voy. Nima bo'ldi merda xotin? Mana shu gilamlar bilan mashinani ham uyda oldiga qo'yib olasizmi? Gilamlarni yig'ishtirib menga berib yuboring. Sotib yuboraman. Sotib yuborasiz? Ha, mayli, xo'p. Kechqurun tezroq gilamlarni ham yig'ishtirib olsam. Tezroq yig'ishtirish kerak emas. Hop. Motorunu açıp tak. Kimdir bu? Ne oldu? Gazetege itibar vermeyin. Gazete okuyatıyordum. Mana bu giramlaringiz boshdan ham qo'yib qo'ydim. Rahmat. Xayr, yaxshi. Okey, do'stlar. Mana hayot ishim bo'ldi va mazza qilib uxlaydigan vaqt.
kerak. Men mayli. Meram shunga ishlatasizlar meni. Shuni tashlab olib, betim yuvib, qo'rnimni keyin ishga boraman. Betimni qayta yuvib olaman. Betimni har doimgidek o'sha yerda yuvib, tosh kovlagani ishdan kirib ketamiz. Ana qo'limga nima yuvib qo'y. Betim yuvib. Voy, betim yuvib. Do'stlar, meni xotiniga toshmay kerak ekan. Men nima kerak ekan? Lekin menga baribir buni ular yig'ishtirib oladi. Bir 30 tacha yetib qolsa kerak do'stlar. Yana bilmadim. 20 tani yetsa kerak. Ha? Yetsa kerak. Demak, yetadi. Mana. Bersa bo'ladi. Aslida nimaga berdi tushunmayman. Qo'limdagi narsalar qo'yib bular merdan taqiq qilingan narsalarda tezroq ketganda boshqalar tashlayveraman. Nafasini tashlab beraman. To'g'ri olgan narsalarim. Qo'layaptimi? Nima bolalarga gazeta o'qiyaptimi yoki? O'zi eshitib qolmasin. Assalomu alaykum yana bor. Okey, assalomu alaykum. Siz menga bergan narslar va siz menga bergan ishlar. Do'stlar, hayot uyimda kompyuterim o'ynab, mazalab yotsam bo'ladi. Do'stlar, video mana shu joyda tugadi va sizlar sog' salomat bo'linglar. Menga har kerak bo'lasizlar. Meni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar va like bosing. Kommentariyaga o'zingizlar fikringizni ham yozib qo'ying. Kechirasiz, o'zingiz gapirishdan to'xtaysiz. Men gazeta o'qiyapman. Nariga tomongacha boryapti gapirishingiz. Qarorchi do'stlar, hammaga xayr, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Kommentariyaga o'zingizlar fikringizni ham yozib qoldiringlar va 10 ta likedan keyin ikkinchi qismi chiqadi do'stlar, uchinchi qismi va meni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'yinglar yoki subscribe degan anaqani tugmani bosib qo'yinglar, qizil tugmani. Hammaga xayr do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.